Assalomu alaykum aziz ota-onalar. Bugun siz bilan bolani ishtahasi bo'lmaganda nima qilish kerak shu haqida gaplashamiz. Bola ovqat yemayaptimi? Majburlamang. U yomon odat qiladi. Och qolsa o'zi yeydi. Bosim bermang. Bolani zo'rlab ovqatlantirish aksincha ishtahani yanada pasaytiradi. Kichik porsiyalar bering. Ko'p emas, oz-ozdan, lekin tez-tez taklif qiling. Ovqatni qiziqarli qiling. Rangli, shaklli qilib bezatilgan ovqat bolani jalb qiladi. Har kuni bir xil vaqtda ovqatlanish odatini shakllantiring. Shirinlik va ichimliklar asosiy ovqatdan oldin berilmasin. Birga ovqatlaning. Ota-onasini ko'rib bola ham ovqat yeyishga qiziqadi. Bola vazn yo'qotayotgan bo'lsa, 2-3 kun umuman ovqat yemasa, juda holsiz va lohas bo'lib qolsa, qusish, isitma yoki ich ketishi bo'lsa, bunday holatda pediatr ko'rigidan o'tkazish kerak bo'ladi. Yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'ying.